Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Jo'jalarimizni ichkariga quyoshdan issiqdan olib kirish uchun ichkariga olib kiryapmiz akalar. Mana ko'rishingiz mumkin tomoshaga akalar. Haj jonivorlar. Akalar yana nima deysizlar? Bironta obunachilarga ham yoki nimagadir bironta o'yin qilaylikmi yana? Bir maslahatlaring bir kommentda ana o'qilasizlar. Hammaga omad akalar. Kommentga yozinglarchi agar bironta o'yin qilamiz obunachilarga. Mana akalar, shu fevralda chiqqan jo'jalar, o'pshi hamma ko'rinish, hammasi. Haj jonivor. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz muxlislar. Yaqinga bitta premyera qilyapmiz. Kino cho'tki chiqadi. Hammani barchani kutamiz. Pax bang bang oldinga bo'ladi. Aziz obunachilar, aziz muxlislar kutamiz. Yaqinga bitta yangi ideya kino chiqaryapmiz. Davay barchani kutib qolamiz. Nima deyapsiz? Pax oldinga. Davay kutamiz. Hozir bizda emas, sizni davringiz. Ayni o'ynaydigan paytingiz. Bir shoir aytgan ekan, dam bu damdur, o'zga damni dam dema. Yeb ichib o'ynab kulu, ertangi kundan g'am yema. Qani yuringlar. Odamlar har doim o'zi qilgan xatosidan xulosa chiqarish kerak edi. Lekin menda jicha boshqacharoq. Men haligi odamlarga bergan maslahatimdan qilgan xatosiga qarab xulosa chiqaraman-da. Nima kerak bor o'zimni hayotim bilan risk qilib 8 milliard odam turganda, to'g'rimi? Shuning uchun yigitim seni urib yoradi deyishdan oldin bitta narsani o'ylaylar. Luboylar yigitinglar bilan qo'lini baylab urushib yoraman. 1 yoshdan 7 yoshgacha, 70 yoshdan 95 yoshgacha. Shuning uchun haligi maqol bor-ku. Haligi oltin olma, duo ol. Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Jo'ja nima deyapti jo'ja? Bir boshlariga e'tibor berib, oyoqlarini ko'ringlar. Voy dod deydiganlar. Akalar, mana abit vaqti issiq edi. Endi kechki salqinga xo'rozchalar qo'yib yubordik. Salqinda mazza qilib yurishibdi akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar akalar, obuna. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu nima deyapti bunisi? Ana akalar. Bittadan like bosib, obuna bosib, komment yozib qo'yinglar akalar. Bu yoqda ham jo'jalar. Nasib bo'lsa bularni hammasini video qilib qo'yib boramiz akalar. U vizov tashlaganlarni ko'pini ko'rganman-da, lichkasiga keyin yozaman. Nima bo'lyapti o'zi? PR qilyapsam o'zingni ishtir sanada. Publikatsiya bunisi ko'paysin. Mana sanlarni даже musobaqada ham emas, zalga kelsang tekinga ham qo'yib qo'yamiz. Mana bu yapon 100 talik ham to'g'ri.
6 oylik kiloyam. Kiloyam 6 oylik. Bola jo'ja hali. 3 kilo 600 bo'lgan. Mana tovug'i. Maqsadga o'tadigan bo'lsak, xullas xo'roz sotilmaydi. Sotmayman. Sotilmaydigan narsani o'zi bormi? Hech ham sotilmaydigan narsa katta pulga sotiladi. Lekin menda ikkita narsa sotilmaydi. Nima ekan o'sha ikkita narsa? Birinchisi yigitlik g'ururim, ikkinchisi xo'roz. Joning sog'ligiga qora to'ylar. Hammasi xo'roz chiqmas partiyani surishdan qopti. Tomosha qilmadi qilinglar. Ular tamaki yo'q. Akalar profilda Telegram kanal silkasi bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r yangiliklar bo'ladi yaqinda xudo xolasa. Xo'rozni qarang. Xo'roz shu qichqirishligi Allohga yoqar ekan shu. Imkoniyat bo'lsa uyda xo'roz bo'lsin. Chunki xo'roz qichqirishligida Xudo mana shu xo'rozni ovozini yaxshi ko'rar ekan. Hammani tahajjudga uyg'otayotgan, tahajjudga alohida chaqiradi. Bomdodga alohida chaqiradi. Bir boshqa hayvon kelib, "Ey xorozjon, seni ovozing juda xushbo'y, bir xush ovozsan. Alloh seni ovozingni yaxshi ko'radi-da." Bedanani ovozini Alloh yaxshi ko'raman demadi. Alloh xorozni ovozini yaxshi ko'raman. Chunki ertalab odamlarni namozga uyg'otadi-da. Ovozing shunaqa zo'r. Xudo seni ovozingni yaxshi ko'radi. Nimaga 7-osmonda Bo'ldi endi yo'q, bu sindi deb turgan payting. Alloh meni yana bitta ko'tarib qo'ysa. Dardingni kimga aytasan, shakal? Ota bobong qilgan ish qilgin. Mashoyixlar aytib qo'yibdi. 40 yil qildim mullolik. Hech bo'lmadim bir yog'liq. Otam kasbini qildim. Ham qo'y keldi, ham sog'liq. Ukalar xudo xolasa bu ajdarda bolalarini ham berdik. Qishton shahriga berdik. Ukalar. Ay joning sog' bo'lsin. Ana jo'jalarni gullari. Kish. Meni boyliklarimga yaqinlashmalaring. Kish. Shualani narxi oshdi. 8.9 ming. Endi men boyman. Kish. Assalomu alaykum. Faroz akalar, tuzingizlar, charchaymizlarmi? Sotuvda jo'jalarimiz bor. 3 ta gold rang, novot rang jo'jamiz bor. 3 ta miramir jo'jalarimiz bor. Qiziqqanlarga aloqa qilib xo'rozim akkan aralashibdi. Shoshilamiz akalar.
Дурак по кличке Камень. Спарринг будет у него жесткий. Руки борьбой. Ай, зверюги, бери, ударник. Сейчас хлестнутся. We. Assalomu alaykum aka parvozlar. Vali asarti tuxumlar. Bular sotilgan. Siz tomosha qilib maza qilinglar. Buyuk kundalaridan 4 ta kunda bor ekan. Tova qildim. Hammasi ham xo'ras chiqib qoladi. Peshonasini qarang, u odamni. 13 ta chiqdi eslasanglar, dadam ochirgan. Bu yerda nazmda hammasi xo'ras, bitta shunmayki yo'q. Keyingaligida $50 berib yubordim, 3 kunlikda eslasanglar. Asarti tuxumlar. Kundalarni qarang. Bittasi ham bilmay katta bo'lyapti istedim. O'ziga nasib qilsin. Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiliga, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mujiga. Mana aka-ukalar, dekabrda chiqqan jo'ja. 3-dekabr jo'jani bitta tomosha qilinglar aka-ukalar. Bunaqasi kanalga tushmagan aka-ukalar, mana jo'ja. Bunini qizig'i yo'q deganlarga aka-ukalar. Joning sog'. Hozir 3 kilo 600-3,5 kilo beradi, lekin jo'ja xudo xolasa 4 kilo 800 da chempion aka-ukalar bir. Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiliga, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mujiga. Hurmatli do'stlar, bugun biz Martovskiy shujeni Almaty qalasına sattık. Buyursun, chempion bo'lsin. Qarangiz qanday o'ta ademi
Akras bu жерде, цвет. Аяқтары мне папасына ұқсайды. Турк папасы, а мамасы кореянка. Миксованный еще же. Клювтары орлиный. Тоже папасы сияқты. Бұйырсын, чемпион болсын. To'g'ri nechta pul deb yozibdi kecha bitta tog'amiz. Tog'a bular to'g'ri emas, bular apparat. Pul chiqaradigan apparat. Hozir pechatlab chiqishdi. Bular pechatlagan pullar любой davlatga o'taveradi. Bunga erishish oson bo'lmadi. Juda qiynaldik, ko'p azob chekdik. Taqdir bizni kichkinaligimizdan qiynay boshladi. Tomosha qilib va maza qilinglar bo'rini. Mana qizchalar aka-ukalar. Privasini o'ydagi ukalar nima deyapti? Tomosha qilinglar-chi bu bo'rini. Jonivor yomon effekt beryapti yonib. Voy krasavchik. Ay jonim. 5 kilo bo'lib o'ynadi ukalar bu. Aka-ukalar, jo'jamizni bitta tomosha qilinglar jonivorni. Fevral 3-da chiqqan. Jo'jani qaranglar, qaraqangi chiqavergan. Ona tomoni girrakash aka-ukalar, ona tomoni. Любой tomonlama toza aka-ukalar. Fevralda boshi ishqiboziga, puliga kelishib qolsa beraman mana. Zorini olib boqaman deganga chempion bo'ladi, xudo xolasa aka-ukalar. Qanotlarini ham bitta ko'ringlar, dastalarini. Mana kallalari ham. Nihoyatda toza jo'ja. Qiziqqan yaxshisini olib boqaman degan aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Jonivor. Aka-ukalar. Gannoya. Kaltaklari yondurastki uradi. Noyabrskiy jo'ja rostcha bo'ldi. 3-4 kunda ushtirib beraman. Kalla yaralar tushsinmi, qo'tirlari, kalta o'rnalari solishtirib beramiz. Xo'roz bizdan, puli sizdan. Joning sog' bo'lgur o'g'li bola. Katta bo'lsin, xo'roz zotiga o'ynaymiz. Xiliga, vesini qizig'i yog'iga o'ynaymiz. Joning sog' bo'lsa, mushiga. Aka-ukalar, dekabrda chiqqan jo'jalarimdan tomosha qilib maza qilinglar. Qora pantera tarilloq tanachilardan. Ana jo'ja. Joning sog' bo'lsin, o'rta darajada sho'xda aka-ukalar. Tomosha qilib maza qilinglar. Haqiqiy 4,5 kilo, 4 kilo 600. Buni sportli formasi bo'ladi aka-ukalar. Ana jo'ja. Ular hamma har xil kayf qiladi. Biz mana shu ishdan charchab kelib, ko'k choydan olib, ularga qarasak kayf qilamiz, akalar. Nima deysizlar?